Shahrimizning vokzal territoriyasidan 3 xonalik raskoshni chiroyli remont qilib qo'yilgan kvartiramiz sotuvga chiqilyapti. Avtorskiy proyektda 5-qavat 5 qavatli yangi g'ishtli dom, katta yo'l yoqasi, birinchi liniya prama. Bu koridor qismida biza dekorativni oynalar qo'yganlar, biralaga o'zingiz baho berib o'ting. High-tech, neoklassik uslubda ta'mirlangan kvartiramiz. Oyoq taglari koridor qismi to sanuzil, oshxona qismigacha to'liq qilib bo'rilgan. Plus chiroyli kafelar bilan ta'mirlab qo'yilgan. To'g'rimizda hol qismi, spalnasi, sanuzil, detkomta va oshxona qismi. Eshiklari pod zakaz MDF eshiklardan. Kiraverishdagi asosiy zal qismi, zalimizni o'zi ham ancha-muncha mehmonni o'z bag'riga sig'dirib oladigan zal qismidir. Elitni pod zakaz qimmat pardalar bilan bezab qo'yilgan. Har bitta uyimizda bittadan konsertlar o'rnatib qo'yganlar. Devor yon atrof chiroyli gipsavoylar olingan, tiyagalar o'rtasiga mana o'zingiz ko'rib o'ting, chiroyli ishlar berib qo'yilgan. Lipkalar bilan to'g'rimizda TV zona qilib qo'yganlar. Jihozlari qolar ekan, o'zlarini maylicha jihozlarini olib ketar ekanlar. Zalni o'zi ham kattagina ko'rib o'tdik. Hol qismi. Holga mana bu ot suratiga baho berib o'ting. Qo'llar chizilgan ekanlar akamiz. To'g'rimizda sanuzil alohida dekorativni oynalar shkaflari bilan birga. Bu tomonda spalna qismi, родительский komnatasi. Chiroyli qilib tayyorlab qo'yganlar. Mana bu spalni bosh qismini ko'rib o'ting. Birasigacha o'rnatganlar. Bu tomonda ham o'z konsertlari, dekorativni ishlar berib o'tilgan. Televizorlarga o'zingiz baho berib o'ting. Plus o'zini sanuzil qismi bilan birga mana sanuzilimiz ko'rinishi, unitazlar, vannalari hammasi o'rnatib qo'yilgan. 3 xonalik 2 tomonlama proyektga ega bo'lgan kvartiramiz srochna sotilyapti, qadrli obunachilar. Birinchi liniya deb o'tdik. Bu tomonda sanuzil alohida, vanna xona qismi. To'g'rimizda LED oynalar o'rnatilgan, rakvinalarga o'zingiz baho berib o'ting. Avalon kir yuvish mashinalari, simisizli stayak o'rnatib qo'yganlar. Devor atrof oyoq qismlari bilan birga to'liq metall grant ishlatilgan. Mana bu hojatxona qismi. Ariston unitazlari hammasi yangi qo'yilgan, plus suvni bosimli yetkazib beradigan shimga moslamasi ham o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda detkomtasi, lyustralari lotka lyustra o'rnatib qo'yganlar. Detkomta ham chiroyli did bilan ta'mirlab qo'yilgan. O'zining bu tomonda ham konsertlari bilan birga, plus televizorlargacha o'rnatib qo'ygan shkaflarga mana ikkita ataspalni o'rnatib qo'ygan. Oshxona qismimiz, oshxona qismimizda nima ko'rib o'tamiz? Hamma jihozlar, bitaviy texnika hammasi qo'lda deyaptilar. Kuxni mebel garniturasi krashini akrildan ishlangan to'liq holatida. Katyol qismi mana bu yoqda. Mana katyollari o'zingiz baho berib o'ting. Vitishka gaz plita hammasi original firmaniki, Avalon firmaniki o'rnatib qo'yilgan. Srochna sotilyapti. Mana shu 3 xonalik 5-qavatda joylashgan kvartiramiz kim ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar vokzal territoriyasi, katta yo'l yoqasidan, Yoqida Minar Mall yonida. Narxi $85,000 deyilyapti. Kelishtirib arzon qilib berilar ekan. O'z orzuyingizdagi kvartira bu qadrli obunachilar. E'tiboringiz uchun rahmat.